Assalomu alaykum. Bugun kelgandi, narslarim kelgan ozroq, o'shalarni bitta YouTube channel dedim. So'radan keldi retseptlardan kelgandi, mana keldi yana. Keyin gudal narsalardan keldi. Nihoyat guddan ham kelgandi. Krem, serum, toneri ham keldi. Penkasi kelmadi, chunki penkasi o'zimda nalichida bor bizda. Keyin Axis serumidan, Lagomni narsalaridan ham keldi. Mana Lagomni kremidan keldi. Buni keyin toneridan ham kelgan. Hammasini hozir pastga olib ko'rsataman. Mana Budal serum 185 mingga, Axis serum 140 mingga, buni Lala Recept penkasi 170 mingga mana. Bu 140 ming dalba 50 milligramligi. Mana Kerezes shot 100ligidan kelgan. Aksessuarlar. Keyin H kushonidan keldi 21 nomeridan. Buni hozir ochib ko'rsataman. Shunaqa chiroyli. Har safar ko'rsataman shuncha chiroyli. Xullas mana. Bundan yana keldi, bu zapaskalik bo'ladi. Keyin tirtir kushonidan keldi qizlar. Shunaqa zo'r yoqadi, yuzni shunaqa zo'r qilib qo'yadi qizlar. Men o'zim ishlatgan eng yaxshi kushonlardan shu. Mana bu nimadan keldi? Mevali kollagendan keldi. Keyin Slim Lactafitdan va Slim Lactafitdan ham keldi. Nalichiga zakaz bersalar bo'ladi. Lactafitlarim ham ko'pchilikga ma'qul bo'lyapti. Yaxshi o'tib qo'yapman o'sha bundan qizlar. O'zim ham rosa nimasini ko'rganman-da buni ta'sirini. Qabziyatga, diareyaga shunaqa zo'r yordam beradi. Antibiotikdan keyin ham ichakdagi mikroflorangizni qayta tiklashga juda ham yaxshi yordam beruvchi probiotiklar qizlar. Lagomni masalan kelgandi. Bu nimasi? Toneridan ham kelibdi. Keyin SPF'lar Beauty Johnson SPF mana. Keyin Slim Collagen, Carboxy keyin nimadan intimo qartuvchi kremdan ham bor. Nalichida. Xullas, hozir kelgan kichkinagina kargo shu. Yana bunda gidrofilni massasi ham kelib Lagomni. Bunda Lagom narsalari yana bor ekan. Bu ham gidrofilni massasi. Keyin intim atirlarimizdan keldi. Hidi shunaqa nejni buni qizlar. Eng nejnisi mana shu. Keyin yana pushtisi bor. Keyin usti gulligi bor. O'shani hidiga umuman gap yo'q. Hidi shunaqa zo'r, stoykisi ham zo'r. Xullas hozirgi kelgan narsalarim shular qizlar. Bemalol Telegram gruppamga kirib zakaz bersangiz bo'ladi. Hammasi mana ichida bor. Savollaringiz bo'lsa ham, zakazlaringiz bo'lsa ham Telegram orqali yozsanglar bo'ladi.